ikkinchi haj. Haj ibodatini tirildirish uchun hajning an'anaviy uqumidan boshlash lozim bo'ladi. Hajning an'anaviy uqumlarida baralaydigan imkoniyatga ahamiyat beradi. Bu yerdagi imkoniyatning moddiy imkoniyat ekanligini bayon qiladi. U bo'lsa-mu hajni tushundirganda Al-Imron surasining 97-oyatida hajdan iborat bu ibodatning ommabop bo'lishiga bakarak diqqatini tortadi. Oyatdagi uningga yo'l topa olgan yoki uningga berishga yo'l tepishga kuchi yetgan iborasidagi sabilda faqatla moddiy imkoniyat ko'zda tutilmasligi kerakdir. Shunchalik darajada namrat insonlar borki, hech qanday puli yo'q turuqliq. Ularga haj qilish imkoniyatlari yaratilmoqda. Shundaqla haj qilishni orzu qilganligi uchun bu ibodatni ado qilishda intayin qolaylik fursatlar bo'lmoqda. Hajning an'anaviy uqumlarida bo'lsa, imkoniyat deganda faqatla bu turdagi fursatlarni nazarga olmasdan iqtisodiy jihatdan boy sanalgan insonlarga xitob qilingan bir uqumdan iboratdir. Moddiy imkoniyatlarni oldingi o'rniga qo'ygan bu uqumlarga qarmay musulmon davlatlardan bu farzni ado qilish uchun turkum insonlar moddiy imkoni bor turibmi hajga borolmay qelyotadi. Albatta, haj qilish uchun hech qanday bir fursat topolmaganlarning zimmasidan Allah bu vazifani ko'tarib yetadi. Buningga qarta aytganda, haj har bir mu'minning Allah bilan bo'lgan ahdisini yengilishi uchun fursat tepib hajni belgilangan muayyan zamonida va belgilangan makonlarda ado qilishi demakdir. Hajning farz qilinganligini bildirgan Al-Imron surasining 97-oyati bo'lsa, yuqorqi an'anaviy uqumlarni yo'q chiqaradi. Allah bu oyatda qodir bo'la olgan kishilarning Allah uchun Ka'bani ziyorat qilishi ularga farz qilindi deydi. Bu oyatni asos qilganda haj qilishning imkonidan bakrak iymonga bog'langanligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Oyatdagi qodir bo'la olgan degan ifodadagi so'z tafsir qilishga ehtiyoji tushmagidek darajada aniqdir. Qodir bo'la olgan so'zdan minglarcha dollar bo'lish kerak degan ma'no chiqamdi. Yoki shariatda to'g'ri bo'lgan barliq yo'llarni sinab haj qilish degan ma'noni bildiramdi. Unutmangki, eng cho'ng imkon iymondir. Mü'minning imoni mashina to'sib dunyoni aylanib chiqilgan dunyo sayohatchilarining imkoniyatidan ko'proq imkoniyat maydonga keltirdi. Shuni unutmangki, ziroati va suyi bo'lmagan bir qaqasliqda Hojarni texchi sut emayotgan bolasi Ismoilni qo'lida bor bo'lgan ozroq uzuqliq va bir tulum suv bilan tashlab qo'ygan edi. Buningga qarmay Hojarning bizni kimga omonat qilasan degan savoliga Allohga omonat qilaman degan Ibrohim alayhissalomga Hojar Allohga omonat qildingmi? Undaqda men rozi deb javob bergan edi. Hajning nihoyatda boy kishilarga xos bo'lgan bir ibodat deb tushunilib qilinadigan kunlarning keladiganligini oldin mo'lcherlagan payg'ambar alayhissalomning aslida hajga ehtiyojli bo'lganlarning kambag'allar ekanligini qandoq bayon qilganligini tövandagi hadisdan qarab boqayli. Haj va umra tavlash o'tining tömürning dotlarini ko'ydirib yo'q qilganidek peqirlik va gunohlarni yo'q qiladi. Haj İbrahim alayhissalomning mirosidir. Allah Qur'oni Karimdagi bu atanglar İbrahimning dinidir degan oyati orqali bizni İbrahim alayhissalomning miros qoldirgan yo'lini tutishga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom bu haqda mundaq deydi: Haj ibodatini ado qiladigan yer, vaqt, mashoir ustida turinglar. Chunki sizlar atanglar İbrahimning qoldirgan mirosiga varislik qilguvchilar sizlar.
İbrahim aleyhisselam özüdün keyinki barlıq tevhid üstüde manğallarının atısıdır. İnsanlar aqidede onun nesilleri hükmüdüdür. Həcc yana bir tarafdan insoniyatning iman jihatdagi otisiga bir hurmat bildirishdir. Həcc insonga bir musofir ekanligini eslatadigan eslatmadir. İnson faqatla bir musofir emas, balki yo'lning o'zi ekanligini mu eslatadigan amaldir. Chunki bu dünya ve ahiret dünyasida ruhning o'tmishi ve kelajagi bilan haqiqatan hayot bir safardan boshqa narsa emas. Ya'ni haj qildin inchga, qilishdan o'tkir bo'lgan, pilsirat ko'rikidan iborat bo'lgan hayot yo'lida inson balasiga minishni o'rgatgan, o'rgatadigan bir ibodatdir. Haj insoniyatning Alloh tarafga yuzlanishi. Her bir mümin özü qayta beşidin ötküzüştür. Həcc, adam rolunu oynayan her bir insanның yoqtib qoygan cennetini izlep çıqqan səpiridir. Həcc, insan evladının yıraqlaşıp ketken fitratiga qaytib kelishning namunalik bir ta'limotidir. Həcc, öz-özüge yatlaşkan kişilikni, kimlikini, şəxsiyetini tepip öz-özü bilen tonuşup ve çıkışıp yaşaşı üçün başlayan alicanap səpirinin ismidir. Qısqısı, həcc, məhşərinin maneveridir.